Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, YouTube foydalanuvchilari. Hammalaringga Allohdan barakali kun tilagan holda erta tongdan manfaatli bir video rolik beramiz inshaalloh. Videolarimizda xato va kamchiliklar bo'lsa oldindan so'raymiz. Videolarimizga bittadan like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yasizlar. Bugun hafta kuniga yakshanba. Dam olish kuni, hammalaringga dam olish kuni maroqli bo'lishini tilab qolamiz. Xolos mana ko'rib turganlaringdek Viagomes ilash quritish jarayonlari davom etyapti. Bugungi video roligimiz Viagomesda namligini tushirish haqida bir qisqagina video rolik qilib beramiz. Mana ko'rib turganlaringdek, Xudo xolasa shunaqa qilib beraktarimizdan olib chiqib, Viagomeslarimizni mana plashatkamizga yoyib olamiz. Ko'rib turganlaringdek chiroyli qilib mana yoyiladi. Sabab 20%, 30% gacha tushirish Viagomesda namligini. Mana shu yoyilgan Viagomesimiz 2 kun mana greta bir 5-10 santimetrga bormaydigan darajada qalinlikda yoyildi. Beraktardan olib chiqib sirazi ilavaridan bo'lsak shilta ho'l bo'lishi mumkin. Shuni hisobiga mana yoyiladi. Yoyib chiroyli qilib namligini tushirib, keyin mana shu separatorimizga tashlaymiz. Agar nam bo'ladigan bo'lsa, mana bu 0.5 standart setkamiz to'lib, tangacha bo'lib o'tmay qoladi, layqa bo'lib. Shuning uchun Viagomes ham keragidan ortiqcha nam bo'lishi mumkin. O'sha namlikni oldini olish uchun mana shu holatga keltirib olamiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Cho'lchanlari ham bor. Ozmi ko'pmi cho'lchanlar ham o'tgan Viagomes bilan birga. Mana shu holatda quritib, namligini tushirib, sifatli qilib ilash davom ettiramiz. Xudo xolasa Viagomeslarimiz ham уже oxirlab qoldi. Velgi sezonimizni yakunlash arafasida ham turibmiz. Bundan tashqari yana boshqa obyektlarda, yana boshqa joylarimizda Viagomeslarimiz bor. Ularni ham ilashdi. Mana bu yerdagi Viagomesimizni tugatib olganimizdan keyin boshlaymiz. Bu mana beraktardagisi. Buni baribir ozgina namligi bo'ladi. Bunisi lekin hozircha beraktarda bo'lgani bilan namligi mana normal holatdagi. Endi shunaqa bo'lsa ham doimgidek bir quritib, ozgina namini tushirib keyin ilash boshlaymiz. Kimlargadir Viagomes kerak bo'ladigan bo'lsa, yoki Kaliforniya cho'lchanlarini olib o'zim Viagomesda yetishtirib olaman deydigan yurtdoshlarimiz bo'ladigan bo'lsa, aka-ukalarimiz bemalol aloqa chiqarasizlar. Zich holatda cho'lchanlardan butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Viagomeslarimizning narxi 1,5 ming so'mdan qoplab beramiz. Kilosini 1,5 ming so'mdan sotyapmiz. Cho'lchanlarimiz 1 million so'mdan. Aloqa chiqarasizlar. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar.